Assalomu alaykum aziz qo'yillar, kanalimiz a'zolari Quva tumani Toshhovuzda, ya'ni Baxtiqonida, mana katta yo'lda bo'yida joylashgan. Ushbu xonadonimiz sotiladi. Eniga 30 metrdan oshiq. Bunaqasi qiytiqligi bor. Bu yerda katta yo'lda bo'yida o'zlaringga moslab do'kon, magazin qilsalaring ham zo'r joy, yashagani ham bo'laveradi, xudo xolasa. 4 xona, 6 terasli uylari bor bu yerda. Hozir ichkarilarning ham holatini ko'rsatib o'tamiz. Hop, kirganimizda chap qo'lni navislar qilib qo'yishgan chiroyli qilib, endi bu yerda eski holat to'g'rida bu tomondan kirish eshigi ham bor va orqa tomondan kirish eshigi ham bor. Bu yerda ichimlik suvlari kirgan. Endi uyda bir qator yashaydigan odam o'ziga moslab yashasa ham bo'laveradi, paka yashab tursa ham bo'laveradi. Mana bu yerda teraskamiz. Bu yerda birinchi xonamiz mana. Svetlar hozir yo'qligi sababli bu birinchi xona, bu ikkinchi xonamiz. Spalni xona. Bu yerdan aylanib kirsa ham bo'ladigan holat. Bu yerda oshxona qilishib olgan o'zlariga moslab. Sizlar ham olsalar o'zlariga moslab, mana jitka bo'ylarigacha qilib qo'yishgan. Mana uyimizning holati mana shu holatda. Xullas bitta oila kirib bemalol, xudo xolasa yashasa bo'laveradi. Bu 4-xonamiz, ko'rib turibsizlar. Bu yerdan tashqariga chiqish. Tashqari tomon ограждение emas edi. Bu yerda mana orqa tomonda yana tandir o'chaqqa ham joylari bor ekan. Xullas ushbu xonadonimizning narxini 19 mingdan ozgina o'tib berishadi. Shoshilib qolasizlar. Agar 10 ming dollar puli borlar, variantga ham kelishiladi 1 yilga. Bu narxini o'zaro kelishiladi. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Nomerlarni qo'yib qo'yamiz, sog' bo'lasizlar.